Yoshligimda do'stim uyiga borsak, men misol oshnamnikida choy ichib keldim desa, "Bo'pti, mayli, kech payt bizniki ichasizlar" derdi. Ammo men uyimda uni deya olmasdim. Tushunasizlar? Men uyga kirib turib, do'stim uyida choy ichib keldim desam, bo'ldi, men uje vatan xoiniman, tushunasizlar? Men uje uyimizni sotdim. Mana shunaqada bu. Men seni shu yashinggacha katta qilib, o'zim yemay yedirib, ichmay ichirib, kiymay kiydirsam, sen meni betimga yomon ko'rishingni aytasanmi, o'g'lim? Aya, uni demadim, o'zi. Bo'ldi, boshqa ovqat qilmayman. Bir 3-4 kun och qolib sen bilishasan qadrini. To'g'risini aytaman sizlarga, imini ash kuni sho'rva qilishgan bo'ladi. Men sho'rvani shunaqa yomon ko'raman. Sho'rva ovqat emas-da men uchun, tushunyapsizlar? U eng qizig'ini ichida sholg'om bo'ladi, sholg'om. Sholg'om bilan qilinadigan lyuboy ovqat sholg'omsiz ham zo'r chiqadi. Kim o'ylab topgan sholg'omni, вообще? Mana kimdan yordam so'rasa bo'ladi shunaqa mahal. O'zingizlar aytinglarchi, otamga qarab turib, "Ota, mana bo'lyapti, o'z bunisi qilib yordam qiling." Sen, men ham choyxonadan keldim, bir paqir sho'rva ichib yubordim. Indamay o'tirib ichaver.